zamonni qaranglar do'stlar. Boy osh qilsa hamma o'sha yerga yuguradi. Boyda. Agar kimdir TikTokda bato o'ynab qizlarni yechintirsa 20 minutgacha odam o'shani tomosha qiladi. Ayollarimiz esa yo'lida fohisha bo'lib, chet elda fohisha bo'lib ishlayapti. Chunki boshqa yo'li qolmadi-da. O'tgan efirdan bitta ayol, mani o'zimni qo'shnim, bitta ko'chadagi qo'shnim, bitta mahalladagi qo'shnim olib borib sotib yubordi deyapti Turkiyada. Hayronman. Umuman hayronman. O'zbekga nisbatan shunaqa xiyonatli qilsa, hayotimiz ertaga nima bo'ladi? O'zbeklar mardiyor bo'lib Rossiyaga boradi. O'zbeklarning sharoiti juda ham past. Masalan, Qozoq, Qirg'izlarga tegmaydi. Chunki ular o'sha birlashgan ODKB degan narsaga kiradi-da, o'shaning uchun ularga tegmaydi o'ttigilar. O'zbeklar hozir noiloj ko'p. Oxirgi paytda bir taxminan 60 tadan 80 tagacha oxirgi yarim yil ichida oilalar butun mulkini sotib Ukrainaga ko'chib ketishdi. Lekin Ukraina faqat o'zbeklarni, ya masalan o'sha yerda imkoniyat beryapti Ukrainada. Bo'lmasam urush bo'layotgan davlat 1 kilo go'sht o'zbek so'mida 65 ming so'm, 80 ming so'm. Ya janariga bormasa ham bo'ladi. Bu narx-navolar to'g'risida aytdim. Norvegiyaning o'zida ham mana go'sht $10 turadi. Payishti O'zbekistonning narxi. Xalq hozir O'zbekistonda bir kunda 1 kilo go'sht kartoshkaga ishlayapti. Bir xilada o'ylanib qolaman. Keyin tarix o'qiyman. Juda ham tarix yaxshi ko'raman. Turklar bo'lganmiz. Turk degani bu Gokturk deb aytishgan bo'lardi o'sha. Eski paytda, masalan, Xitoylar Gokturk masalan. Hammamiz o'sha 6 oy Sibir joydan kelib chiqamiz. Turk ma'nosi erkin, birlashgan, dovyurak xalq. O'sha zamonlarni eslab o'sha zamonlarga ketib qolgan keladi. Lekin afsus, vaqt mashinasini o'ylab topishmagan. Lekin ketib o'rgan bo'lardim. Bu paytda nima? Odamlar bir-biriga ahil, mehribon, hamdardlik juda ham kuchli bo'lgan o'sha paytda. Keyin bo'lsa o'sha farslarga qarshi, boshqa millatlarga qarshi agar xiyonat qilgan bo'lsa, bir to'dalashib, yig'ilishib, jangchilar borib yenggan bo'lardi. O'sha paytda. O'sha paytda jangchi qilich bilan ham mashq qilgan, kamondan ham otgan. Mana sizlarga ko'rsatib qo'yaymi, chunki bu narsa menga o'tgan avlodlardan nasiya. Shuning uchun men hech qachon esdan chiqarmayman. Mashq qilaman. O'zim ruhimni ko'taraman. Chunki ichimda yuragimdan jangchiman. Haqiqat uchun, xalq uchun. Bunaqa noroziliklarni ko'rganingdan keyin har kuni umuman hayron bo'lib qolasan. Mana bitta misol, Jet Travel degan. Kimmi shu turistik o'sha hajga umraga yuboradigan firma? Kim bu? Kimga tegishli buni? Kommentlarga yozinglarchi do'stlar. Nima bo'ldi hozirgi kunda? 31-martda 2000 tadan oshiq odamga hozir o'shalar sarson bo'lib yotibdi anaqa Saudiya Arabiyada. Bular umraga borgan odamlar musulmonlar-ku bular. Hammasini vizasi qalbaki chiqib keldi. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Bu degani o'zbek bugungi kunda o'zbekni kiydiryaptimi? Aldab yo'lini topib pulini olib qo'yyaptimi? Ter to'kib ishlagan pulini o'zbekni oramizda adolat degan, haqiqat degan narsa qolmabdi-ku, ha do'stlar. Masalan, anunda premyerga masalaga haligi chechenlarni gapirdim. Bular hech qachon bir-birini so'kmaydi ham, na internetda, na hayotida. Javobgarlik juda ham kuchli. Qozoqlarda ham xuddi shu, qirg'izlarda ham xuddi shu. Lekin bu millatlarcha yig'ilsa bittada yig'iladi. Bizanikilar faqat g'iybatdan ovora. Bizanikilar bir-biriga hamdard bo'lmaydi. Noroziliklar juda ham ko'p O'zbekistonda. Ana ko'ryapsizlar. Qaysi bir hokim qoradori bilan tushdi, 25 gram narkotik bilan tushdida 16 million so'mga shtraf qilib chiqarib yuboribdi.
Agar любой bitta 1 gram bilan chiqsalaringchi, eng kamida 10 yil yeb ketgan bo'larlar. Shu narsalarga bemalol qarab o'tiramiz. Biz o'sha turk ruhimizni biz umuman yo'qotamiz, do'stlar. O'sha eski davrlar juda ham zo'r bo'lgan ekan. Odamlar bir-birini juda ham kuchli поддержка qilgan ekan o'sha paytda. Hozir esa odamlar bir-biriga befarq bo'lib ketdi. Osmonimiz musaffo, hayotimiz tinch deganlar bular hammasi laychalar. Bular hech qachon jangchi bo'lmagan, xalq uchun, o'zini uy uchun, o'zini yurti uchunchi bular hech qachon tur bermagan, chunki bularning zoti past. Agar mabodo urush bo'lib qolsa-chi, O'zbekistonda bular birinchi bo'lib qochadi. Bularni sizlar bilasizlar, tushunasizlar. Yaqinda efirda aytdim, 17-18 yoshli bolalar hozir gruppalar tuzib olgan O'zbekistonning ichida. Ular juda ham ko'p. Menga aloqaga chiqishyapti, men lekin ularni bosti qilib shoshilmanglar, sizlar hali yoshlar deb gapirib maslahat beraman. Ularning hali kelajagi bor, hayotida ular hali oila qurish kerak. Lekin qo'rqmaydigan jangchilar ko'p ekan orasida. Ular hali bu hukumatni qanaqaligini ko'rsatib beradi. Yoshlar ko'tariladi hali, mana ko'rasizlar. Chunki yoshlar уже hozir bugungi kunda tushunyapti. Ularning kelajagi yo'q. Na institutga kira oladi, kontrakt to'la oladi, na institut bitirgandan keyin ishga joylashadi. Oxirgi 4-5 yil avval masalan asosiy 25 yasharli undan 50 yashargacha odamlar Rossiyaga borib ishlardi. Hozirgi oxirgi 4-5 yil ichida 17-18 yasharli bola ketyapti. Hukumat umuman na Rossiyada, na chet elda o'zini fuqarosi uchun, o'zini xalqi uchun hech qanaqa himoyasi yo'q, bilib olinglar. Mana bitta misol hozir keltirdim. Saudiya Arabiyada 2000 tadan ortiq qalbaki viza bilan odamlar sarson bo'lib yotibdi. Rossiyadan qo'ng'iroq qilishadi. Aka deydi, chet el xonasiga telefon qilsa, bilan na telefonni oladi, na so'kib tashlaydi deydi. Ana ko'rdingizlarmi do'stlar? Biz osonlik bilan ota-onasidan so'kamiz. O'zimizni erkak-erkagiga qattadir sassiq so'zlarni topib so'kinadi. Chunki javobgarlik maynavatcha bo'lib qolganda. Tushunasizlarmi? Javobgarlik maynavatcha bo'lib qolgan. Oramizda. Aka-ukalik, opa-singillik g'ururimiz umuman yo'q bo'lib ketdi, do'stlar. Umuman. O'shani bir o'ylab ko'ringlar, do'stlar. Biz o'zbek turk biz. O'sha avlodlarimiz qanaqa yashagan, o'sha tarixni bir o'qib chiqinglar, do'stlar. Qanaqa bir-biriga aql, qanaqa bir-biriga hamdard bo'lganlarni o'sha zamonlarni bir ko'rib chiqinglar, do'stlar. Sizlarning esingizdan chiqyapti, do'stlar. Pullik ketidan yugursangiz-chi, ruhinglarni-chi umuman yo'qotib qo'yasizlar. Ana bizdan parcha-parcha qilib tashyapti shu hukumat har kuni. Dinni olib qo'yapti. Hech qanaqa ibrat oladigan na kinosi bor. Davlat chiqargan. Na ibrat oladigan bugungi kunda odam bor. Do'stlar. Hamma narsani tushunasizlar, lekin qachongacha biz faqat o'zimizdan qornimizni o'ylaymiz. Do'stlar, birlashinglar. G'azab mushti bu sila, do'stlar. Hammalarga sog' salomat.